4 ta guruhda endi nechta tarbiyachi bo'ladi? 4 ta tarbiyachi bo'ladi. Qarang. Tarbiyachiga qanaqa oylik berganmiz? Men tarbiyachilarga oylik berayotgan paytda guruhda agar bola soni 15 nafar bo'lguncha deganman, 15 nafar bo'lguncha hamma anaqa tarbiyachilarga 2,5 million oylik anaqa qilganman. 2,5 million taklif qilganman. Bu 15 nafar tarbiyalanuvchi uchun 2,5 million oylik. Keyin 15 plus 1 qo'shilsa, bunga 100 ming qo'shiladi. Ya'ni KPI'da qanaqa hisoblaganmiz? Har bitta bola uchun 100 ming so'mdan qo'shib berganman. Gruppada umumiy hisobda 25 nafar tarbiyalanuvchi bo'ladigan bo'lsa, buni oyligi 3 million 500 ming bo'lyapti. Va men aytayapman, sen o'sha 25 nafar tarbiyalanuvchini yo'qotmasdan mahkam ushlab tursang, men senga 500 ming so'm rag'batlantirish uchun mukofot puli qo'shib beryapman. Va tarbiyalanuvchini oyligi qancha bo'lyapti? 4 million bo'lyapti. 4 milliondan 4 ta guruh ishlaganda 16 million kimga ketyapti? Tarbiyachiga ketyapti. Va 4 ta guruhda 4 ta yordamchi tarbiyachi ishlayapti. Endi bugungi kunda ular to'liq quvvatda ishlayotgani uchun 2,5 milliondan 10 million pul bo'ladi. Balki sizlar ham shuni qo'llab ko'rsanglar, mana menda hozir tajribamda men shu narsa o'zini oqladi. O'zi oqlagani, tajribamizdan kelib chiqib shu narsani qo'ydik va bu narsani to'g'ri deb bilaman men o'zim uchun.